Sol taraf kalını. Sol taraf kalını manyar nime karab dursa. Ço. Ne boğunu bu? Tez bol manyar sol taraf kalını. Ha tez. To'g'ri, sol tarafga. Yaxshi. Stav nimiz qilib. Bali. Yaxshi bo'ldi. Hadi boş çıkalım. Ayağına bu. Ayağına azrak küçük gel. O nesbaskor hecep avar kıldı o. Bu yıl su nime degen köp. Hem yerlerimge patlaq çaçarap ketdi. Marko, bunu yığıştırıp etken. Buludu. Neme degensiz ha? Manım o. Marko! Qara bununğa. Mana qara, işini aqsat qili, taslı qaldın. Bu senin huruluqыңdan boğan. Köçürün, lekin men... Nime? Gap yandırıvatsın ha? Mihar, her qancha yerip ketsen mi, öçağını Marko'dan mı? Nime dedin? Çıraqның buzuluşu özağına ihtiyatsızlıqıda boğa emes mi? He? Mana qara. Boldular. Başlıqның kamçısını unutup kaldыңlar mı? Şunç tayak yap yana toymadыңlar mı? Mihar, sen dejurnigo berip kalılar qara. Marko, onun bilan karın bu musun? Androles, 3 gün kaldı. Şorluqtun ötüp, kam qagan vaqtın toşquzunla. 3 gün bek az op qaladı o deyme. Şu emes mi? Kallani, toyğuzunla, sunu toluqlanla. Bu ne bilimiz. Bu yolda meni vatqılı 15 yıl boldu. Burun süratli manganda yol ayrıldığan yerge 4 gündü bağılı buludu. Sen mi tayarlığını bitti? Buludu başlık. Androles, onu sana tapşırdım. Başlık! Marko, çokum aç yol düşüp kılış gerek mi? Baştılı şundaq değişken tukku. Bu adamgerçilik bulmay kaldı. Onun iştahliydin yolğuz kelgenim yitip başmamdı. Tokumanğı beriş için yine 6 gün mağdıgan tursa, öz yolğuz mağsa qandaq boludu başlık, ha? Sen çıkandaq qıl emes.
Menimcha biz bardigan yerga billa basun. U yerdan to'kumanga bardigan birasini tepib, uni qo'shib qo'yayli. Qandoq deysiz? Anlap dur Manyar. Bu yerda mening gepim hesap, sening geping hesap emas. Uning ustiga Marko ketiman davasa, sen nimaga atqachilik qilasan, ha? Bu Manyar, Mana bəgin, hech qisi yo'q. sening rostilla o'zing yolg'iz mang'ing bormi, Marko, ha? Sen boshliqqa yelinib boqqin, seni Santiago'ga elib borayli. Qandoq deysan? Lekin biz boshda shundoq kelishgan tursak. Sen Mixarning bo'za qilishdan qo'rqyapsansa? Yo'q, opamni balduroq topmasam bo'lmaydi. Undoq bo'lsa, bir necha kun dalada yolg'iz qo'nilsa, To'kumanga boradigan yo'l birli bo'g'achqa ezib qolmayman. sen bek joyil ekansan. Aka, menga ber. Nima? Tuz dengizi. Tuz dengizi? Tuz dengizi? Bu ilqi biz yeydigan tuzmu, ha? Shundoq. İtaliyadagi tuz tatliq bo'ladigan o'xshamamdi, ha? Tushib ko'rib baqsam bo'lamdi. Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Astaroq tush. Tuz. Manyar! Bu yerda tuz nimishki shuncha ko'p, ha? Buni men nereden biley? Burullu şundaqken. Rost, bo'ron kadimi shundoq jiq tuz bor ekan. Bo'ronka. Fiolinalar hozir nimish qilayotgandi? Yani 5 gündən keyin bu səfər axırlaşıdır. Rostunu aytqanda onun faqat kötküsü yo'q boshliq. Uningdan ayrılgın kelmayotgandi Manyar, ha? Sen nim demekçi? Agar u yana biz bilan mansa 6 kunlik yo'lni 10 kunda bosadi. Uning ustiga u yerdan qo'shib qo'ygidak odam tepiladi deb hukm qilib bo'lmaydi-da. Xotirjam bo'ling. Az so'zla. Kechiring boshliq, men uxlab qopdimmi? Bugun ish qilmagan Marko. Manyar, sen berib qeyri xotinni ep kel. Boshliq bu. Tez berib ep kel.
Marko, biz ət xoşlaşımız. Bu qeri xotunni sen işletken, ha? Başliq. Boshliq. Endi yaxshi bo'ldi, Marko. To'kumonga berishing xel osonlashdi. Bu eshakni manga berdingizmi? Qerib qolgan bo'lsa-mu, sen xeyli tonuşup qalding. Onun ustiga seni ko'tagichligi bor. Rahmat başliq, rahmat. Rahmat sizga. Kel, meni baqqin. Çapsam men, Marko, bo'miz qirg'otini ochiq yeb qolsa mingizmaydi o. Marko. O, nima degan hayvat, ha? Marko, sen en yaxshi to'g'ri chiqamen gina. Sana oq yo'l tilayman, Marko. Rahmat sizga Amaniyor. Ah, buni Marko'ga bergin. Bo'ldi. Buni og'in. Bu Ha, xo'sh. Salomatligingga diqqat qil. xo'sh. Opangga salom aytib qo'y. Xo'sh. Xo'sh. Rahmat sizlarga. Salomatligingga diqqat qil. Buni ilib olgin, yo'lda Amidio bilan birga yasizlar. Ale. Mixor. Xayr xo'sh, Marko. Xo'sh, Mixor. Xo'sh. Jir, bizmi aile? O'ng'a Santiago del, so'lga To'kuman. Yaxshi. Ma'da qamsa. Derya, yeşil otlak mı bakın? Bir şey biraz dem alaylı. Benim diken tinec amidiyor. Kuşkan o. Kuşlarının avazını ağlamakla uzun boptu ki amidiyor. Kara. Nim diken yıkımlık. Kırık otu.
Köç bop ketmisin. Tezroq mağaylı. Tez mağaylı qirxottun. Kəbə. Bugün keç şehit qınaylam ediyor. Adem var mı? Adem var mı? Bugün müşahede uxlaylı. Şamalga daldı bulalıqdek. Bugün anti sokak emesken ami diyor. Meh. Qirxottun? Bir yerde adam bakken devam ediyor. Boldi, bugün kecha qirxottun bilan birga qonay devam ediyor. Qandaq bo'lamdi? Aldırım sana çok qirxottun. Bunu sana tayyorladim. Appa, qishiq cho'qim borma, appa. Men Yaxshimisan balam? yaxshimisiz? Akşam ben Ha, kechirgin balam. Axsham hech nimani tuymabdiman. Uyimga mehmon bo'lib kelganligingni bilmabdiman. men samanlıqda. Qirxottun? Ha? Ha, abi eshikni damsan balam. Atiganda qo'sq echibdi ekan. Men seni o'rningda beqib qo'ydim. Rahmet sizga hadi. Appa, qara, maymun. Nimeriga omaq maymun. Balam, bu seni oma? İtaliya'da ben bilen birlik geldi. Toliya. Balam, bu yerga odam o'ng'ay kelmaydi. Odam kelgan taqdirdimi qo'nmaydi. Balaning dadisi To'qimandagi kampus zavodida ishlaydi. Bu ikkimiz zerikib qolamiz. Bo'ldilar. Sen bugun mushiyat yaxshiroq demag'in, bo'lamdi? Men yo'q. Yana yo'lga chiqmamsa? Shundoq, men İtaliya'dan kelib To'qimonga opamni izlab ketyaptimi? Opangni izlab.
İtaliya degan ismni anglab bakmaptı ekanmi? Yiroqqa deymi? Bekli jiroq yerda. Men yo'l yurgili 3 oy bo'ldi. Bugun bu yerga kelishimada. Shundaqmi? Har qancha desangmi bilamadim. Agar oldirsang to'sib olmay. Bolkim pishib qapti. Kelinglar, atigalik nashta qilib olaylik. Kelinglar bolalarım, yangi pishirgan bolka yeyishlik bo'ladi. Yanglar. Oldirmanglar. Asta-asta yanglar. Bo'ladi. Yanglar bolalarım. Tog'. To'kuman ashtag'ning etigida eshak bilan 5 kunda yetib bag'il bo'ladi, bolam. To'kuman. Mening opam oshadi. Rahmat sizga hada. Sizni ovor qildim. Qaytashingda yana kelasa, bolam. Undaq bo'lsa men ketdim. Xo'sh. Xo'sh, bolam, opangga saloming. Uxtum. Xo'sh. Marko cheksiz o'tloqlikda eshakka minib To'kumanga qarab yo'l oldi. Tik tog' qad ko'tarib turadi. Lekin yiroqda edi. Marko mangan siri To'kumanga mangu boramaydigandek his qilib, ansirashga boshlaydi. Shu ansizchilikda texmi tez mengishga majbur bo'ladi. Lekin eshak herib holidan ketadi. Marko amalsiz ömrida birinchi qitim dalada yolg'iz yetishga majbur bo'ladi. Keyingi qitimda eshak o'lmisi bo'ladi degan qismini ko'ringlar.